Assalomu alaykum qarindoshlar, yaxshimisizlar? Men Rahmat. Bir bugun bir video tortib qoldik. Bu videoniki temasi qalqansman biz haqidagi savol-javoblar. Bu videoni tortishimiz asos maqsadimiz endi oldingi kuni ko'rdinglar 6 minutlik bir video chiqardik qalqansman biz to'g'riliq. Ham uning oldida 1 minutlik qilib shu qalqansman biz to'g'risida bilmoqchi bo'lgan masalalar bo'lsa danglar deb bilmoqchi bo'lgan nuqtalar bo'lsa desanglar biz shuni video chiqaramiz deb chiqargan edik. Bularga bekchiq savollar keldi. To'rdashlarga qiziqdi ekan. Masalan, qalqansman biz qanday bo'ladi? Qanday nimalarga diqqat qilish kerak? Qanday qilsa asraymiz? Nima kasalliklar bo'ladi? Menda bunday qalqansman biz kesilib bor. Uni qanday davolashim kerak yoki bo'lmasa men qaysi turga tava degandek bir muncha savollar kelib ketdi. Xilijaq chiqib 50-60 desek bo'ldi. Masalan, YouTube kanalından ham xilijaq savollar keldi. Onun oldida onundan keyin Facebook'ta bahirlangancha u yerda savollar keldi. Shaxsiy fikrlardan keldi, Instagram'dan keldi. Xilijaq 50-60 savollar desek bo'ldi. Endi bu ama bu savollarni yig'ib kelgandan keyin hammasini filmni ichiga qo'yaylik desak, bu bekchiq mazmunkanchu. Hammani qo'yib bo'g'ilib bo'lmaydi ekan. Şunlaşqa biz o suallarni rətlab, şu məsələn desək, şu qalqansman bəzən bir tunuşturuyatdıq, şəkli, roli, kasallik, alametləri, bölümə, təkşürüş usulları, davalaş aldığını. İşte biz bir yüzəki düşündürüb çıxdıq. Şu bütün xalqlar bir düşünərlikdə tilda. Anandan keyin içidəki bəzi nöqtələr qiziqqan tordaşlar bolsa, biz bir sual-cavab şəklində məsələn bir film çıxırıb olğandan keyin bir yarım saat, 1 saat qılıb texmo cho'nqur tushuntirishga tirishishni o'ylashyapmiz. Ham o'zimni unda yuzaki lam qilsam, meniki o'nim yerim bo'lib qoldi ekan. Lekin yuzaki qimmat cho'nqurroq so'zlasak, film uzrab ketdi ekan. Ishlagan filmchi, u film uzrab ketgan filmni kesib, ichiga rasmlarni qo'yib, chiroyli qilib, tordashlarni ko'rsa, voy ma, bir sifatli bo'pti degida qilish uchun 10 minutlik filmni ishlash uchun 8-10 soat ketadi. Bekçi vakit git kaldı. Şunlaşqa o'ylaganim shu 4-5 minutluk qilib, qisqa qilib, beşida bir umumiy tushuntirishni qilib bo'lgandan keyin, andan keyin ichiga ba'zi savollar tushsa to'rdashlardan biz andan shu uning adsi ya o'g'illik savollarni yig'ib chiqarib, shu bilgan tajribamiz bilan, bilimlar bilan bir savol javob shaklida chiqarishni o'ylashdik. O kelgan savollardan men yig'ib kelib qarasam bir 11-12si bir şey to'xtadichu. Masalan, qaytadan tushuntirmasak bo'ldi. Masalan, qalqansman bizga nima? Ularni ma'lum savol javobchi qo'shitmamdi. Lekin ba'zi savollar qarab baxsaq bo'ldi. Masalan, qalqansman bezim bor deydi ba'zi bemorlarchi. O qalqansman bezim, hammadan qalqansman bez bor. Shunga bu savolni chiqarib qo'yishim. Undan keyin yut bilan munosabatlik, nim deb yut bilan munosabatlik, nim bo'ldi uning bilan. Undan keyin qalqansman bez hormonlar qanday tangishiladi? Qalqansman bizga ta'sir qilgan omillar qalqansman qanday o'zgarishlar bo'ladi? Yangi tug'ilgan buvoqlarning qalqansman bizda hormon qanday bo'ladi? Ularda bormi, yo'qmi? Ham bo'p qolsa qanday kuzdi degandek. Anadaki bir savol keldi, bir savolda angina qalqansman bizga ta'sir qilamdi deb bir savol keldi-chu. Shuni ham qo'shib qo'ydim uni. Chunki anginanchiq kishilar bo'ldi. Anadaki qalqansman bizda qanday tekshirishimiz kerak? Men filmni ichida deb o'tkatdim. Ichki kasallik bilim berish kerak, tashqi kasallikka bilim berish kerak, qonni tekshirish kerak, TSH, T3, T4 debchi. Andan keyin ultraviyollet tekshirish kerak deb ularni endi biroz yuzaki deb ham o'tkatdik. Chunki bek cho'nqur, abay degandek bek cho'nqur desak bek uzrab ekan. Qancha vaqt bir tekshirib turish kerak? O bo'limlarni tekshirgandik, qaysi bo'lim berib, qanday tekshirishlar qildi, ular qanday davolashni ilib bordi. Andan keyin yana shu qanday asraymiz qalqansman bizni degandek savollar keldi. Bu savollarni ratlab chiqib bu filmga qo'ydim. Endi Alloh xolasa kirartimqi filmda masalan atki o'g'iliga chiqirdi amaliqi qalqansman biz rol eshib ketishdan boshlaymiz-chu. Uni chiqargan chog'da yana biroz savollar bor. Yana boshqa to'rdashlardan savollar kelsa, uni ratlab, yana birinchi, ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi, beshinchi cho'nqur qilibchi. Ashta so'zlashni o'ylashdik. Ham men yozib qo'ydim. Bu savollarni masalan bu video balki savol javob shaklidagi video, cho'nqur tushuntirish video balki yarım saat ya 1 saat o'qish mumkin. Ba'zi qarindoshlar amini ko'rib bilolmaydi. Shunlashqa men mana shu savollar bilan videoniki bo'laklarini ayirib qo'ymanchi. Ayirib qo'ysam shu bo'lakni bossangizlar, shu savolniki bo'lik soatini bossangizlar, masalan
Qalqansman bəzi yurt bilan münasibətlik deb savol belgisi aşağıda aqığa məliq ikki aralığını alıb qoymayman. Məsələn, bu filmninki 10 minutdan 13 minutgacha bo'lgan aralıqda mushu savolga javob bo'ldi degan qilib qo'yman. O vaqtni bassangizlar, o'dlam aşağı bordi. Shunga siz qiziqqan savollarni ichidan topa olasiz degan gap. Endi bu filmni ishlashni oldida bir kichik bir askartish ham tavsiya berib qo'yishim kerakchi. Endi mening kasbim aniq deb o'tganda g'arb meditsinasi. Endi men ko'proq endi jiddiy qutqizishda bekrak ishildim asosligi. Jiddiy qutqizishda har qanday bemorlar keladi oldimizga. Bo'libmi Turkiyadagi doktorxonalarda har qanday bemor keladi. Endi vatanda undaqcha bemorlar ko'maydi. Kelgan bemorlarni har qaysi bo'limga oid bo'lsa shu bo'limga udlam ketadi. Vatanda mo'laqi numar ilish osonda biroz. Ama Türkiye'de arkadaşlar bölümler numara iliş test mesela içki kesinlikle bölümü numara iliş test, taş kesinlikle bölümü numara iliş test. Şuna barlık bimarlar birinci cevap aş numara almışsın bulmaydıgan ciddi kurtuluş bardı. Biz uya kelgen bimarlarını karnı karı ayrıp kılmız. Kayısı ciddi kesinlik, kayısı normal aş bölüm bir davalanış gerek olan kesinlikle aşını ayrıyımız. Ayrıp ciddi kesinlikle biz davalayımız. Endi so'zilma qara kasalliklarni biz faqat shu chog'dagi alomatlarni, og'riqlarni azaytib, kerakli bo'lgan bo'lim dorilarni tanishib berib, kerakli bo'limga avatimiz-chi. Mishta qalqansman ba'zi kasalliklarga munosabatli bemorlar bekchiq keldi. Qalqansman ba'zi fertinasi deb bir kasallik bor. Masalan, qalqansman ba'zi bek shu ig'ir ishlab ketgan chog'da qalqansman ba'zi nayet yuqurlab ketgan chog'da bo'lsa, nayet tuvan tushib ketgan chog'da, qon besim nayet yuqurlab badandan titrab bo'lgan alomatlar bo'ldi. U chog'da amal yo'q, jiddiy qutuz keldi, uni jiddiy qutuz davolaydik. Qolgan hamda yenik alomatlar, masalan, yurak ichki so'qish deydi, yurak ritmi aslab ketish deydi, bak to'l ta'lash, o'shni alsiz bo'lib ketganlar keladi ba'zida. Chunki ansirab o'zi men nim kasal bu debchi. Ba'zilarini shu jiddiy qutuzda diagnozni qo'ya olamiz. Demakchi o'g'lim gap o'zaro ketib qoldi endi. Bir doktorniki 21 doktori bo'lgan nimasi ko'z qarashi o'xshamaydi. Bir bemor kelsa, men balki jiddiy qutqizish nuqtasidan bekrak turib bağlayman. Başqa bir doktorning qishi bo'lgan chog'da, masalan, Uyg'ur tibobat doktorining qishi bo'lgan chog'da, ular Uyg'ur tibobat doktoriniki nuqtasini turib o'ylashadi. Ishki kasallik bilim bo'lgan chog'da u nuqta o'ylashadi. Shuningcha bu filmda degan mazmunlar meningki shaxsiy ko'z qarashimcha. Shaxsiy tajribam, shaxsiy ko'z qarashim. Hargizmi bütün doktorlar mishta davolayotgan, bütün doktorlar mishta qildi ekan deb tushunmaslik kerak. Endi men bütün doktorlar vakil qilmayman, faqat bir qismni sadece jihat doktorlar vakil qilmayman. Chunki masalan, hech bo'lmasa qalqansman ba'zi kasalni ishki kasalliklar bo'limi davolaydi yoki bo'lmasa ishki ajratma kasalliklar bo'limi davolaydi. Operatsiya kerak bo'lsa tashki kasallik bo'limi bular endi o'xshash endi. Ammo oyim andromat doktor ma gapni degandi, cho'qim ishtahkan deb boshqa bir doktorning qishi bo'lgan chog'da agar bu degan xato deb qolsa bak menda ko'rib ketmanglar. Endi men bir masalaga o'xshamagan ko'z qarash qarasa o'xshamagan javoblar keldi emasmi? Ben bu filmni qilish asosli maqsad shu, bizning Uyg'urlar texnik jihatdan bilib olsin, bir bu kasallikka bir ko'z qarashi bo'lsin, o'zining badanini texnik tushunsin deyish maqsad uchun qilgan film. Lekin hargizmi masalan bir kishi balkim qalqansman ba'zi kasallik yo'q, ammo titraydigan bir ahvol bor. Boshqa bir kasallik sababi bo'lishi mumkin. U illaki cho'qimlam qalqansman ba'zi bo'lishi natayinchi. Bu men bir şey deb qo'ygan gaplar temi kirayli bo'ldi. Qalqansman ba'zi haqida bilimlar savol javoblar bilan 11 savol 10 savol desak bo'ldi. Chunki oxirgi birisi degan eskartib qo'ygan bir narsa. Qalqansman ba'zi kishilar qalqansman bezim bor. Birinchi savoldan boshlab ketaylik. Birinchi savolimiz shu qalqansman bezim bor dedi ba'zi kishilarcha. Muam savol ashtaq keldi. Shu ish bo'lmasa bir 30-40 savollanchi 40-50 savollanchida bir 4-5 ashtaq keldi. Men qalqansman bezim bor, men qanday qilishim kerak? Amaliyotda qarindoshlar bütün odamlarning endi g'ayri normallik bo'lmay qolsam, hamma odamning qalqansman bezi bor. Mening bor, sizning bor, bolalarning bor, cho'nglarning bor, hamma odamning bor. Faqat bu qalqansman bu yerda demakchi bo'lgani bu qarindoshlarniki mening qalqansman bezimda bir kasallik bor demakchi. Balki bir doktorga berib tekshirtib, uni qarasa bir normallik bor, u doktor balki bu bemorga sen bir qalqansman bezingda kasallik bor ekan degandan keyin u kishiniki
Mengisida menda qalqansman bez bor ekan deb tushunib, oddillashtirib deydi bo'lib qoldi-chu. Emniyet her kanadım bor qalqansman bez. Shu faqatlam balki bu odamda ya jiq ishlaydi, ya az ishlaydi qalqansman bezi. Şunlaşqa aşağı degan bo'lishi mumkin. Shunga qarindoshlar bu kichik bolalar hatto yangi tug'ilgan bolalardan bor. Faqatlam bir g'ayriy normallik bo'lib, qalqansman bez bo'lmay qolgan ahvollar borki, yoki operatsiya qilib avatgan bo'lishi mumkin qalqansman bezini-chu. Ammo hamma odamda bor. Shunga keyin masalan sizlar biror doktordan so'rab qolgan chog'da cho'qim mening qalqansman bezim bor demay, mening qalqansman bezimda bir kasallik bor, qalqansman bez kasallik bor desam texim to'g'ri bo'ldi-chu. Bo'lmasa sizlar mening qalqansman bezim bor degan keyin doktordan qayta so'raydi. Hamma odamning bor, sening ish tikishlamdi, oz ishlamdi deb. İkinci mesele her az. Ma birinci mesele bir eskertip koydan biriye. Qalqansman bez kesildi. Bir qancha xil turga bo'lindi. Men nimadan biroz so'zlab o'tgandim 6 minutlik videoda. Qalqansman bez kasallik 3-4 cho'ng turga bo'lindi. Birinchisi jiq ishlab turdi, yana birisi oz ishlaydi. Yana birisi mana shu nima? Qalqansmanda ishiq bor, balkim ya ishlamaydi. Ammo ishiq bor. Shunga doktor degan chog'da balkim doktor sizdan so'rab qoldi. Sana mana shu diagnoz qo'ygan doktor sana nima degandi? Qalqansman bez ishlamdi, oz ishlamdi debchi. Endi uni har xil turkcha atilishi bor, inglizcha atilishi bor. Men uni har qaysi munosabatli filmlarda ham deb qo'yman. Masalan, keyingi chiqadigan videolarimiz nima? Mana shu qalqansman bezniki rolniki eshib ketishi. Uni inglizcha hyperthyroidism deydi. Turkcha hipertiroidi deydi. Hanzucha shu jakan degan kasallik shu. Men har birisini shu inglizcha, turkcha, hanzunamiz qo'shib qo'yman keyin kasalliklardimi. Aslida bir yaxshi ko'rilib, o'zingizniki qaysi turda tava ekanligini yoki bo'lmasa bilmasangiz, masalan, jiq ishlarni normal endi. Agar siz bir doktor shu senda mana shu kasallik bor desa, ash doktordan cho'qim bir aniq bilaman. Yo bo'lmasa sizniki diagnoz qog'ozida qarab bilaman. Sizniki jiq ishlamdi, oz ishlamdi. Yoki bo'lmasa ish bormi? Yoki bo'lmasa Alloh saqlasin, yoki bo'lmasa bir o'sim bormi? O'sim bo'lsa cho'qim biladi odam endi. Aniq qilsa qiladi endi. Ama jiq ishlash, oz ishlashni aslini bir yaxshi bila olinglar. Chunki u bek muhimchi, bermaslar. Ikkinchi savol o'tib ketaylik bir ahlam. Qalqansman bez nima uchun yut bilan munosabatlik? Men filmdim deb o'tdim. Yut sababli qalqansman bez ishig'i kelib chiqadi debchi. Bu qalqansman bez ishlab chiqargan hormonlar T3, T4 dedik-ku. T3, T4 mana T harfi İngilizce qalqansman bezniki qisqartilishi. U nima? İngilizce thyroid deydi, Türkçe tiroid deydi. Aş T'niki qisqartilishi birinchi harfdan-chi. Şunu T3, T4 deydi. Onun ichida 3 yut bormi yo 4 yut bormi? Aş shakli qarta degan so'z-chi u degan. Bular ninki ishlab chiqarilishi mana qalqansman bezda mana shu T3, T4 hormonlarining ishlab chiqarilishi mana shu yut bilan munosabatlik. Qanday desanglar, shu yut badan kirgandan keyin ashaga bordi, qalqansman bezga bordi. Ashada ana yutning T3, T4 hormonniki shakllanishiga shu bo'lmaydigan bir elementchi. Bu xuddi qanday desanglar, sizlarning qininglarda, bizning qinimizda oy seni tumor osgan deymiz. Nima tumor osgan? Chunki tumor qizil qon hujayrasiniki ishlab chiqarishiga shu bo'lmaydigan elementchi. Ya komisi B12 azken deymiz. B12 maşında folik asit ma'laqi nima yupurmak kislotasi azken deymiz. Maşlar hammasi shu qizil qon hujayrasiniki ishlab chiqarishiga bo'lmaydigan elementlar shakllanishi uchunchi. Shunga mana shu yut en birsini misol olsak kalsiy so'ngimizniki qattiq bo'lishi ya bo'lmaydigan bir element degandek. Mana shu yut qalqansman bez hormoniki ishlab chiqarishda bo'lmaydigan bir element. Endi yutning munosabatlidir. Bu yut dengiz yosunlarida jiq bo'ldi-chi odatda. Dengiz yosunlarida masalan lamnariya qanzucha hayda deb qo'ymiz. Ashnada jiq masalan raqlarda jiq. Raq degani nima dengizga raq demoqchiman-chi. Ashnada jiq bo'ldi. Dengiz yosunlarida jiq bo'ldi. Dengiz ürünlərində jiq mahsulotlarda jiq bo'ldi. Şuna dengizning bo'yida yashagan kishilarda bu qalqansman bez yut kamchilik sababidan kelib chiqqan kasalliklar az bo'ldi. Lekin ichki quruqda yashaganlarda qalqansman bez shu yut kamchilik sababli qalqansman bez ishib ketish kasalliklari paydo bo'ldi. Nima uchun ishib desanglar, masalan bir muskulni
harakat qildiraversak, masalan, küçügün deb harakat qildiraversak, muskulimiz yo'g'onganga o'xshash. Qalqansimon bezmi qarasa yut kelmagan teshidan. Ayt az kelayotgan. To'xta, men jiqroq hormon ishlab chiqarishim kerak. Chunki badanga bu T3, T4 lozim. Ammo yut bek kamchil. Yut kamchil degan inkosdan bo'lmaydi qalqansimon bezchi. Bedende T3, T4 kam. Şunlaşqa texim işləşki tirişidu hüceyirlər. Maş qalqansimon hüceyrisi. Qarşı yut yo'q. Anandan keyin shu tirişidu işlep ana yo'g'inapdi shu qalqansimon bezchi. Şuna burun ishki quruqlarda yaşaydigan, masalan bizning shu vatanda masha jiqdi burun kichik vaqtimizda. İşte qalqansimon bez ishib ketganlar bordi, ularni shu poqoq deydi endi. Poqoq desaydi, sat anlagan bir sim tesh qilib palanch poqoq deb laqamlari bordi. Keyin andan keyin bir 10-20 yilning oldida o deymi. Tuzga biz tuzni har kun yeymiz emasmi? Tuzga yut qo'yib, ani ishlab chiqargan bo'ldi tuzni-chi. Tuzni yut qo'yib ishlab chiqargan bo'ldi. Bundaq tuzga yut qo'yib ishlab chiqargan bo'ldi. Andan keyin shuma badanga yut normal kiradigan bo'ldi. Normal ishki quruq yashagan kishilar uchun normal yutni oladigan bo'ldi. Andan keyin mush poqoq kesili asta azaydi. Ham poqoq kesilining shakllanishning boshqa sabablari bor. Hamda yut manbalik rayon shakllik poqoq kesilliklari azaydi-chi. Yut nayt muhim şunlaşqa. Satürn biraz sözlep ötümez yut to'g'riliq. Hamillerde normal kişilik qanchalik lazım deganlarni. Endi üçüncü mesele, ma qalqansimon bez hormonning tengishilishi. Endi bu mesele sal bir murakkab mu deyilmaydi. Odat turmushda bakchi tiliq ilinmaydigan bir mesele ama muhim. Qiziqishlar uchun endi bu masalani bir qisqa bir tunishib o'tay deb qo'shib qo'ydim ishga. Filmga biraz qo'shib qo'ygandim. Qalqansimon bez hormoni abada T3, T4 dedik. T3, T4 shu badanda chiqlab ketgan chog'da asosligi bu T3, T4 ni ishlab chiqargan yoki ishlab chiqarmagan, ishlab chiqarishga maqsad badan lozim. Badanga bu T3, T4 lozim ekan, shuni ishlab chiqarishing kerak deb bu buyruqni bizning meni asti bezimiz buyruq berdi. Uning oldida meni döngchisi bor. Meni döngchisi asosli qaram. Bu yoqqa tushunsak bo'lsak, meni döngchisi bir podshoh xalq odam badani xalq deyli. Hüceylarni xalq deyli, odam badani boshqa hüceylar. Qarasa bu xalqga T3, T4 nayt az berayotgan. Bag'andiki anandiki bu xalq deydi meni döngchisiga. Qarang, podshoh bizga kerak bo'lgan T3, T4 yo'qab azlab ketdi. Bizga bu lozim degandikin bu meni döngchisi TRH deb bir nimani hormon ishlab chiqardi. Uni qalqansimon bez qo'yib berish hormoni deb tarjima qilib yozib qo'ydim aşaga. Bu hormon berib astida meni döngchisining astida kim meni asti bezi bor. Hipofiz deb qo'ydi. Pituitary gland deb qo'ydi aşani. Shu yerga buyruq berdi. Buyruq bergandan keyin qarang u vazirga va meni asti bezini vazir deyli. Ashunga buyruq berdi. Ma xalqimga T3, T4 lozim ekan. Sen bularga yordam qilgin. Bularniki shu ishlab chiqaradigan shu organga xabar qilib qo'ygan deb bir TRH bilan nim qildi. Buyruq berdi. Andan keyin pituitary gland men asti bezi berib TSH degan qalqansimon bez g'idiqlovchi hormonni ishlab chiqarib, mana shu organga, ya'ni qalqansimon bezga avatidi-chi, qon bilan avatidi. Qalqansimon bezga buyruqni berdi, ammo TSH bilan TSH jiqlagan chog'da qalqansimon bezmi menga buyruq keldi deb T3, T4 ni jiqlab chiqardi. Endi badanda T3, T4 jiqlab ketgan chog'da, jiq bo'lib ketgan chog'da har xil sabablar tufaylidan jiqlab ketgan chog'da andan keyin bu badan berib, "Oy to'xta, podshohim bizga bek jiqib ketdi bu T3, T4" deb menga döngchisiga xabar berdi. Menga döngchisi TRH ni azaltdi. Andan keyin buning TRH ma pituitary glandga, menga asti bezi hipofizga az kelgandan keyin bu menga asti bezim o'ylaydi, bu demak badan jiqlab ketdi. Shoma TRH az kelyapti. Men qarasam TSH ni qisay dedim. Qalqansimon bez g'idiqlovchi hormonni azaltdi. Andan keyin bu azaltgandan keyin bu qalqansimon bez organmi, endi T3, T4 ni ishlab chiqarishni azaltdi. Endi biz normal turmuşda qon tekshirgan chog'da TRH ni tekshirib ketmaydi, tekshirilmaydi. Lekin ma nimani TSH bilan T3, T4
aşılan tekşüreleydi. Çünkü bu TSH, T3, T4 hormonları kanda uzunroq turalaydı. Mesela normal bir qınımızı elip, bunu laboratorga tekşürüge apırıp, qo'yib tekshirib mashina ichiga qo'yib tekshirib bo'lguncha bu TSH, T3, T4lar turalaydi-chu. Ashada bilar edim hech bo'lmasa adam bedenda minchlik bor ekan deb. Lekin ma TRH degan sekund, minutning ichida o'zini xo'rtib tugaydigan, parchani ketadigan bir xil hormon-chu u. So'nglashqa uni qandi bo'ldi normalda, lekin elib berib tekshirib bo'lguncha uni bilib bo'lmaydi-chu. Şu adette kan tekşürgen çağda T3, T4, TSH'lerini tekşürdü. Bu arkalık TSH çıkıp kesse tokta bu çok ya ama organ organ haber verdi, lekin organ işlemedi. İşlem geçki devamlı haber veriyordu. Sen kığın T3, T4 işlep çıkargan dep haber veriyordu ama organ işlep çıkamaydı. O çağda T3, T4 töven, TSH yukarı oldu. Ama nimede ya komsa men aslı bizde bir ösüm bolup kalsa ösüm boğaya aşağıda bir normal işlep çıkarıverdi. TSH toxtma işlep çıkarıvergendikken ani T3 T4 mi yukarı baktıdı. Aslı ma kalpansman bazı mesele yoktu. Mesele men aslı bizdi. O çağda TSH mi yukarı, T3 T4 mi yukarı bolup kaldı. Hem başka keseklerinin başka alametlerim var. Onu kilerki derslerde yine aldırmayı dep ötmez. Asaslığı bu men kalpansman bazı hormonlarınki tanışılışı müşundak işleydi-chu. En beşideki padişahın buyruk geldi. Men diyorum anandaki men aslı bezi onun masalda buyruk avetido veziri peske. Anandaki bu buyruk organga bardı. Yani kalkasman bezgi bardı. Onu uyardı T3 T4 işlep çıkardı. Çıkla ketken çağda üstüge haber verdi. Azda ketken çağda üstüge haber verdi degendek. Bu müstabir münasebet. Biraz mürekkep nesle bu kaldı ya. Hamdi. Doğru düşünün ola. Dördüncü mesele. Kalkansman bezge tesir kılgan asas amiller nime? Kalkansman bezge amiller tesir kılıdı dep ötken buluşum mümkün. Aşınımı da filmdi mi? Asaslığı tamak, yemek içmekten turaksız buluşu. İkincisi keyfiyatının turaksız buluşu. Ziyade açıklansa bedenin hem yer bozuldu. Kalkansman bezmişu. Yumran bir yer öpkü koşuşu. Üçüncüsü aram turaksız buluş, uykusuna ait az buluş, aramını yaxşı alamazlık degandek. Dördüncüsü yutluk tuzni az yakımız köp istimal kılış, yani lamlar yani. Tuzluğu biz cıkıp ketmemiz, bazı tamak tuzluğu yedi o. Bazıları deniz ürünlerini, deniz mahsullerini cıkıp yeden kişiler var. Ulanım ama şu kalkansman bazı tesir uçurap kalış mümkün. Ama bu yani biraz lamken aytıp desek, tamak nim için turaksız mesele çıkıdı sanlar. Tamakni cık yegendikken beden aşqazan onu hazm qilish uchun kuchaydi. Parçalash uchun aşqazan harakat qilib, aşqazan o'zi tamoqlarni sümremaydi, g'arb meditsinasidan deyishcha. Andan o berib, inch kuchay berib sümürüldü. Inch kuchayning ichki shu tuzilishini ait cho'ngchu asli. Bizga kichik inch kuchay deymiz, kichik es qilamiz, ammo uning har bir nimdan olsaq, qatlamlarini olsaq nəhayət çoğ yaygıl bolducu. Ular her birisi berip şu tamaklarını hazm qilish uchun tirishidi. Andan keyin bu berip ba'zileri qonga bordi, ba'zileri jigarga bordi degandekchu. Agar tamak jiq yeb olsak, az yeb olsak, masalan jiq yeb oldi deylik. Jiq yeb olsak, shu tamakni düzensiz, turaksiz yegan bo'lsak, ba'zi vaqt jiq, ba'zi vaqt az yegan bo'lsak, o chaqda beden buyruqlarni beriverdi masalanga. Tamoqni hazm qilay, kuchay, tirishay, u bu deb andan badanda nim jiqlab ketdi. Shu ishlash jiqlab ketib qoldi. U chaqda T3, T4 ning xo'rishi jiqlab ketib qoldi. Ba'zi jiq xo'raydi, ba'zi az xo'raydi. Bu hayot degan asli ritmliq bo'lsa, odam uzun umr ko'ralaydi, Alloh xolsa hamda. Ama ritimsiz bo'lsa, birdan jiq ishlab, birdan az ishlab, birdan jiq yeb, birdan az yesa, umrim qisqa bo'ldi. Bu badandagi organlar shu asli. Har qanday organ shu. Şu kalkansman bazı jiq ishlab, ba'zi az ishlab, turaksiz ishlab ketgan chaqda, o chaqda bu bilamaydi. Men qaysi vaqt jiq ishlashim kerak, qaysi vaqt az ishlashim kerak. Eng oxirida u o'zini qardan chiqirdi-chu o'zini. Bo'ldi, men ishlamayman bo'ldi dedi adash debchu. Bu ashtaq ish. Ana kayfiyat turaksiz bo'lsa, ziyada achchiqlansa, şu bir ishga achchiq kelib ketsa, beden şu nima? Achchiq hormonları düzensiz, tamponsizleşidi. Bu çağda şu kalkansman bazı hormonlar ta'sir qildi. Qolgandan keyin anadaki bu turaksiz ishlashga boshlaydi. Bu ashuna ish. Shunga ba'zi videolarim doim ta'kidlab qo'yaman. Bo'lib virus mazgilda kayfiyatni yaxshi tutinglar.
keyfiyat yaxshi tutsanlar, badan xo'shalik hormoni ishlab chiqardi, hujayralar o'zini yengilishimi ishtik bo'ladi. Ham xo'shal bo'lib turib sizlarga shu xizmat qildi-chu. Ammo keyfiyat nachar bo'lsa, jigar buzildi, o'pka buzildi, nima buzildi, qalqon buzildi desak bo'ladi shu. Üçüncüsü aram turaksız buluş bulanı uyku az buluş yağmısı uyku bir normal buluş bazı gündüz uxlap bazı keçisi uxlaş beden yaxşı aram alamaslık çünkü ritim kırmagandayken zaten bu hocayının qaysi vaqt aram aldı bilemey kaldı. Düştün burun uxlamdı ya düştün keyin uxlamdı ya kech uxlamdı bilemegachga bedendeki organlar bir-birlab qara chiqish boshlaydi, shu qardan chiqish boshlaydi. Lekin aram yaxshi bo'lsa, bu badanning hamma yeriga yaxshi. Menga yaxshi, qalqon bezga yaxshi, jiga hamma yeriga yaxshi. Bu to'ldaydigan bir gaplar. Endi tuzni abayim deb o'tdik biz. Tuz kamchilik sababli qalqon bez ishib ketish, T3 T2 ishlab chiqarmaslik degandekchi. Yut bo'lmagandan keyin ishlaydigan xomashyo yo'q, lekin ishligisi bor. T3 ishlab chiqarib bergisi bor. Bu boshqa quruq ishlab bergandan keyin u qalqon bez yo'qolib ketadi. Qalqon bez yo'g'onab ketadi. Ammo yutni jih iste'mol qilsa, tomoqlardan bo'lamdi, yemeklar bo'lamdi, tuz sababli bo'lamdi. O çağda qalqon bezga bir patman yut berib, asha birikib oldi. Beden ham beden bir narsa chiqarib kelsa, shu beden birikib oldi. Masalan, tömürün maddesini jih yotib qolsa, masalan, yemeklar bilan tömürün bir yerlar birikib oldi. Nimba yana qo'g'ishim bor, uni birikib oldi, jigar birikib oldi degandekchi. Qalqon nima yut ko'pincha mana shu qalqon bez birikib oldi. Anan keyin jih birikib olsa, shu yerdagi organni buzib soldi. Bunu qanday tushuntirsak bo'ladi desanglar, normalda misal yaqin kelmagan bir misol qo'llam keldi hozir. Masalan, cho'ng bir yo'lda bir mashina mangdi. O mashinalarniki ashul minishi normalda bir 3 mashina misal 3 yo'l bor. 3 yo'l bor. Ashul 3 tal mashina mangsa hammada muvofiq bo'ldi deymiz. Anda bo'lsa yo'l to'silib qolmaydi, ashu normallik mangdi. Lekin u 3 mashina mangdigan yo'lga 5 mashina mangsa, yoki o'tirliq mashina qo'yib olsa, masalan, to'xtab olsa, Turkiyaning yo'llari ashtab qo'y, İstanbul yo'llari. Ashtab qo'yib olsa, mashinalar mangamaydi, o'tamaydi qarshi tarafga. Andan keyin shu u yo'l to'sildi degandek. Qardan chiqadi deb tushunsak bo'ldi. 4-savolni mishada tugataylik. Misal uyqu oz. Endi 5-savol homiylikda qalqon bez qanday o'zgarishlar bo'ldi? Homiylikda bu qalqon bezniki badanga ehtiyoji, badanniki shu yutqi bo'lgan ehtiyoji sal ko'paydi-chu. Qalqon bez hormonlar jihroq ishlab chiqardi. Shu homiylarniki yuragi sal ishtikroq so'qidi, jihroq tomoq yegisi keldi. Buning sababi shu ular berib qon jihroq shu to'ralmigi bor emasmi? Badandagi har qaysi hormonlar şu paydalı maddeler hem neyse kan bilen bardı. Çünkü bala nereden ozuq kaldı, fasat bala. Şu anadan ozuq kaldı. Anadan ozuq algan kim bu hanım şu topluma yeydiğen gap her kadar neyse boğan talpim cıhlaydı. Mesela bedeni tümür maddesi B12 nima vitaminler hemmisi şu nimi bardı. Umaq törelmegi bardı. Qalqon bez hormonlar maşında. Çünkü bu yeni törelmeniki qalqon bezi tıxı yaxshi şekillenip olamadı emasmi? Bu jarayon lekin beden lazım yine. Bedenniki şekillenişi, üst bitişi hemisi hormonlar lazım. Anadan aldı uçadı. Anadan oğurlaydı. Anda şu anlarniki şu qalqon bez hormon işlep çıkarışı üçün yut lazım dedik. Onun boğan ihtiyacım çıkıydı. Mesela meye yazıp koydum da. Normal kişiler günde 100 mikrogram miligram emas, milligramdan texnik kichik bilasizlar. 100'den 150 mikrogram lazım bo'ldi. Homiylarga 200'den 250 mikrogram lazım bo'ldi. Bola imitatqalar bo'lsa 250'den 300 mikrogram atrofida lazım bo'ldi. Anlag'i demakchi uni. 5 yoshdan tuvanlarga 90 mikrogram atrofida islam bo'ldi. Hamda 6 yoshdan 12 yoshga bo'lsa 120 mikrogram. Undan keyin shu normal kishilar Kur'an etken kişiler orada düşünsek buldu. Hem de bu yerde kişiler ters hem de mezarda kaç mikrogram yavatkan demeye de kalısı bilip bulamadı. Hatta biz ben bilip bulamadım onu. Lakin hazır biz normalde ama şu sırttan setip algan tuzlarımız adette şu suya halkının içinde nim kılgan tuzlar devlet tarafından işlep çıkargan
ruxsatlik ishlab chiqargan tuzlarning ichida asosan shu nim bor, yurt bor. Şu bunumdek ensirek etmisanlar buldu. Oy men nereden yeme, nereden alama dep bekle kalanlar kiruzam sanlar buldu. Şuna sırttan aş dükkanlarda asanlar vaqtlar çıksa aqil oqpasanlar buldu. Mesela her bir gram tuzun içinde qanchalik yurt bor deb aş yazdı-chu, yazımız bo'lmaydi-chu ona. Onu qanchalik borligi hozir ancha esimde yo'q, chiqib emasdan bor. Ammo odamlarning ehtiyojlari mush atrofida uni bilvasanlar buldu. Amillikda shunglashqa qalqansam Hamillikdə yurtqa bo'lgan ehtiyoji sal jiqroq bo'ldi. Buni bilasan bo'ldi. Shunga hamil ayollar tuzdan sal bir jiqroq yesin bo'ldi. Ba'zi doktorlar qonni tekshirib beqib agar qalqansa hormonlar sal tuvan bo'lsa, biroz mana shu yurt aralashgan tomoq sal jiqroq yeb bergan, tuzlarni sal jiqroq yeb bergan. Chunki tuzlarning uchun hammasi o'xshash standart bir xil bo'lmasligi mumkin. Ba'zi tuzlarda sal yurt miqdori sal yuqoriroq tuzlarni sotadi. Bazıları sal azroq sotadi. Aşağıda şunu diqqat qilib olsa bo'ldi. Lekin ataytan men boshqa bir yerda dori deb har o'zimda xato ishni qilib qolman. Uni doktorimiz o'zining tavsiya qiladi. Hamda yana birisi hamilikda chunki bu savolni ba'zilar so'rdi-chu. Ham qoldiribdi shu ba'zi bemorlar hamilik mezgilida mana qalqansman ba'zi hormonlari o'zgarib qoldi. Ba'zaniki jiqlab qoldi, ba'zan azlab qoldi. Azlab qilishni hozir deb o'tdik, buni bola lazım deb. Asaslı bal lazım deb. Ana ikincisi jiqlab qolganlar nima sababsa bu hamilik jarayonida ba'zi sabab bilinmagan sababsiz sababini bilmaymiz. Hozirgacha doktorlar tepib chiqarmadi. Buni autoimmunitet kasallik shaklini sababli qalqansman ba'zida o'zgarish bo'ldi-chu. Bu autoimmunitet degan badan ichidagi nimalar badanimizda bir mudofaa sistemasi bor, immunitet sistemasi debchu. Oqqan danchlari bunga ishlaydi, limfa qonlarimiz, limfa suyuqligimiz buning uchun ish qildi. Bu autoimmunitet deganimiz teshdan bir narsa kirsamchi, masalan bir mikrob viruslar kirsa, badanimiz shu zamonlar shularni ko'riblam to'xtasan bu odamning badaniga ziyonli, men seni yo o'ldirtiman, yo chiqarib o'taman, yoki bir narsa o'rab turib, seni erib o'taman deb qildi-chu. Bu immunitet mudofaa sistemasi. Hem de aldığıma auto degan gapni qo'shdik. Auto deganimiz o'z badan. Badaningiz ki shu mudofaa sistemasi badaningiz ichidagi ma'lum bir yerga hujum qilishi, bilmay qilib hujum qilishi. Masalan, autoimmun kasalliklaridan bir qancha misollar baxsak, masalan shu bizda bir oqqan danchlari, limfa suyuqlari degandek ashunchalik har xil faktorlar, har xil shu kichik moddalar asli bir teshidagi virusni, teshidagi bir kasallikni o'ldirish kerak deylik. Onu o'ldirdi, lekin badanimizning ichidagi ba'zi organlarni dushman deb o'ylab qolgan vaqtlar bor. Sal kallasini ket qilib. Qadar desanlar, masalan, qalqansman ba'zan dushman deb o'ylab qolish mumkin. Qalqansmanning ba'zi hujayralarni-chu dushman deb nim qilib, bilib berib ashuni hujum qildi lekin. Hujum qilgandan keyin u hujayra uni to'sayma deb harakat qilaverib, ana u yerda yalloq paydo bo'ldi, yoki ashada hormon jiqlab chiqardi. Bilib bilmaydi-chu, xuddi biz qattiq bizlar ursa badanimiz talgan o'xshash. U hujayra bilib bilmay shu hormonlar jiqlab chiqardi. Yana qaysi misollar bor desanlar, masalan shu revmatizmmi, autoimmun kasalligi, ananiki tip 1 diabet, shu qand şeker kesilib qo'ymas, qand seyishi kesilib deb qo'ymas. Tip 1 kichik bolalarda bo'lgan, yoshlar bo'lgan shaklimi, umu shu autoimmun kasalligi. Badanizniki shu biz abayda o'tgan har xil moddalar nimalar. Asli sirqi dunyoning kelgan aslini o'ltiradigan, shulardan mudofaa qilgan moddalarimiz, badanimizga foydali moddalar. Ashqazon asti bizimizning dushman deb o'ylab qilib, uni hujum qildi. Anadagi u yerda xarobiyat bo'ldi. U yerdagi hujayralar parchalandi. Andan keyin tip 1 diabet kesil bo'ldi. Hamillik mezgilida gapni kelsak, hamillik mezgilida mushta kasalliklar bo'lib qoldi ekan. Hem de bunun sebebini hozirgacha men bilmayman hamda. Boshqa doktorlar ham topamdi sebebini. Shu noma'lum sebeplerden deydi hamda. Lekin bu amillar, masalan bu amildor bemorlar neki shu hormon saviyasini ko'p qilib, töven bo'lsa biroz yuqirtimiz, yuqori bo'lsa biroz töveniltimiz. Shu ma'lum bir nimada saviyada tutib, balni bir aramxuda tug'dirib olib, qolgandan keyin bir mezgildan keyin yo'qolib ketdi kasallikchi. Yo'qolib ketganlar jiq hamda. Ba'zilari umr bo'yi qolib qoldi hamda. Yoki bo'lmasa ashta bo'lib qolgan ayollar tug'ib bo'ldi.
saqaydi. Hani 5-6 yil, 7-8 yildan keyin yana qayta bo'lib qolish ehtimoligi bor. Endi uning sababini bilmadik. Endi hech kim bilmaydi endi. G'arb meditsinasida. Ular saqayish ehtimoligi bor, qayta bo'lib qolish yana ehtimoligi bor. Chunki bir bemor so'z qoldiribdi. Men burun ko'rgandim. Bizning bir Uyg'ur bemor so'z qoldiribdi. Men har qitim homil bo'lgan chog'da meniki boshqa qalqan simim bizim o'zgarib qoldi dedi. Yani bu bir misali. Şunga qo'yishim sabab shu. Lekin bunda bo'lib qolgan chog'da bek tamtirab ketmanglar homildor xonimlar. Shu homil bo'lishning oldida bir qonlarni bir tekshirib qo'yib, chunki ayollar bek jiq bo'luvchi bu qalqansimon bez kesili. Qalqansimon bezniki benormal ishlash kasalliklari ayollar bek jiq bo'ldi. Bo'libmi autoimmun kasalliklar shu. Shuni qonlarni tekshirib boqamiz. Normal bo'lsa normal yaxshi davom qiling debchi. Normal kayfiyatni yaxshi tutib homil bo'ling deymiz. Homil bo'lgandan keyin qonlarni tekshiramiz 1-2 oydan keyin u chog'da vitaminlarni ko'rib boqamiz, qalqansimon bez hormonlarni ko'rib boqamiz, o'zgarishlar bormi deb. Shuningga homil mezgilda shu qalqansimon bezni tekshirib turish bek muhim. Chunki u berib balniki normal yetilishiga udul ta'sir qiluvchi. Uni aqdim biroz qo'shib deyishim mumkin. Aqdim endi deymiz. Ballardagi nimasini. Shunga tug'ut homil jarayonida homildan keyinmi bo'lsa mana shu qalqansimon bezni tekshirib turish kerak. Endi tekshirsam jiq bo'lib ketishinglar mumkin. Uni endi aqid deb o'tma. Mana shu filmning aqida. 6-so'likda bek vaqt uzrab ketdi. 6-savolda yangi tug'ilgan boqlarning qalqansimon bez hormoni qanday bo'ldi, qanday ko'zitish kerak. Men yangi tug'ilgan debdim, 9 oy qo'saq ko'targan chog'da-chi, o chog'da mu qalqansimon bez nihoyat yaxshi shaklda bo'lmag'achqa, bu vaqtni mahlam chiqarib qo'ydim buni. Shaklni bo'lmag'achqa u anadan oldi dedik. Bal tug'ilgandan keyin qalqansimon bezi shakllandi, ammo to'liq shaklni bo'lmaydi. Xuddi tug'ilgan bu vaqtning qo'li kichik, badani kichik, beshig'on degandekchi. Asta shakllandi-chi. Bu jarayonda qalqansimon bez bilib bilmay o'zligidan jiq ishlab ketish mumkin. Tug'ilgan chog'da aytmayman hozir. Jiq ishlab ketish mumkin. Qonni tekshirsa yo TSH, T4 da benormal chiqishi mumkin. Tug'ilgandan keyin tekshirsa. Andan keyin Turkiyada yangi tug'ilgan bolalarniki 5 xil tekshirishi bor-chi. Shu rutin cho'qim tekshirishni o'tish kerak. Bularning ichida o'tmasa ham qanday qilib bilmaymiz. Lekin bu 5 xil tekshirish bundan keyingi uzun muddatda, masalan bu 5 xil tekshirish ichida qalqansimon bezni tekshirdi, tuvanmi, asishlarni ishlamamdi deb. Yana bir qancha tekshirish bor, bebrak usta yaxshimi emasmi deb uni tekshirdi. Yana uchisi bordi. Quloqnikini tekshirdi, esimni qilishcha. Quloqni tekshirdi, men anglash tizimini deganlarni. Bir qancha tekshirishlar bor. Uni quloqni ayirmas, ma qalqansimon bez u bo'lanmi, tapandan oldi, tapanda elib tekshirdi-chi. O chog'da bunun ichida qalqansimon bezniki bor. Agar qalqansimon bez bu bolda az bo'lib qolsa, 1-2 oyning ichida asli qaytmasa-chi, balaniki yetilish asta qoldi, aqliniki taraqqiyoti asta qoldi. Masalan 1 yoshda asosan 1 yosh 1 yoshga asosan turgan bolalar bu bola turolmaydi. Badan suyaklari ojiz bo'ladi, terilari nachar bo'ldi, tashlari shu 40 bo'lib qoldi, asan tushadigan bo'lib qoldi. Boshqa bolalar degan u nima? Chiqib normal bolalarda yetilmay qoladi. O'sib ketilishi asta qoldi, yoki ahli asta qoldi, boshqa gap qanchalik bu gap qilmay qiynaldi degandekchi. Bu bir sabab endi, har xil sabablar bor. Bu muhim bir sababichi. Badan o'sib ketishiga udul ta'sir qilgan hormonlarning birisi. Shunga yangi tug'ilgan bolalarnikini odatda doktorlar cho'qim tekshirib boqadi. Agar uyda tuqqan homil Uyg'ur ayollarimiz bo'lsa, endi sal bir pulga chidab yoki oila sog'liq bo'limida yoki rasmiy bir doktorxona tekshirib boqsanlar bek yaxshi bo'ldi-chi. Uni nihoyat kuchli tavsiya qilaman. Kelgusi balalarimizning, kelgusi avlodlarimizning nasllik yaxshi cho'ng bo'lish uchun bularni qilmas bo'lmaydigan tekshirishlar. Endi qalqansimon biz az chiqib qoldim deyli, o'cha qanday qildi doktorlar? 1-2 oy kuzatib boqdi. Agar ziyoda az, ziyoda jiq bo'lsa, chekdan bek ishib ketsa, uni shu zaman davolashga tirishadi. Ammo chekning ichida bo'lib qolsa, lekin usti chek, asti chek bo'lib qolsa, masalan, bu qalqansimon biz degan bu yerdagi TSH asos tekshirdi-chi. Menga as hipofizdan kelgan buyruqni-chi bekrak tekshirdi. Agar undan masala chiqib qolsa, andan keyin T3, T4 ni tekshirdi, qalqansimon biz haqida yaxshilatamdi debchi. Ularda endi chekning ichida ham chekning biroz eshib ketdi bo'lib qolsa, chunki o'xshamagan tekshirishlarniki, o'xshamagan laboratoriya, o'xshamagan tekshirish o'rinlariniki chekimiz o'xshamaydi-chi.
Şu an ben çek dep çek üstü çek as çek devatımı. Birazdan eşip gelse şu zaman bir temtirep ketmem belki onu bir şikepte tek küz bakıdı. Yams şikeptnik, yams üşeptnikin, yams biraydikin kel biz kayıt bir köp bakılı deydi. Ana o çağ kayıt teşirgen çağda ya normal düşüdü. Normal düşmeye kalsa anandikin şu vaqtida asta doğru berişini teşebbüs kılıcı doktor. Hem 100 meslek sizninki kolunuz sizin ilkinizde ama doktor uçağda davalashni başlaydı. Hormonlar kamıp kalsa bal yaxşı itlemeydi. Bunu işi pek yaxşı bilişinler gerek. Kechiringlar. Yana bir kichik bir savol kelgandi. Angina qalqonsimon bezga ta'sir qilamdi? Qaysi kasalliklar ta'sir qildi? Buni qo'shib qo'ydim. Bir to'rdash so'rabdi ekan. Menda angina bor, qalqonsimon ta'sir qilamdi deb degandi. Agar %100 ta'sir qilmaydi deyilmaydi. Ta'sir qiladi. Lekin har qitim angina bo'lgan chog'da cho'qim qalqonsimon bez benormal ishlaydigan ahvollar bo'lmaydi. Ama mesela virüs sebeplik, mikrop sebeplik daim bolsa, qalqansimon angina kesili daim bo'lib qolsa, daim gilishib, daim og'riq, bedeni alsiz, daim shu nima, kayfiyat nachar bo'lsa, amini berib qalqansimon bez ta'sir qildi. Bu bir taraf. Bir taraf agar viruslik, mikroplik jironlar bo'lib qolsa, masalan, u qonga o'tib qolsa, o qon nega bordi, beden ham yeri bordi. Agar qalqansimon bezga bekrak berib qilib, asha bekrak turib qolsa, qalqansimon bez yalluq paydo bo'lib qoldi. Endi jiran bo'lib qolsa, cho'ngroq jiran bo'lib qolsa, asta o'tib ketish endi ahvollar bek oz endi. Yo'q desam bo'lmaydi, chunki biz doktorlar bir narsa bek %100 deversa, keyin berib o'zgarib qolgan ishlar chiqadi ekan. Endi ba'zi cho'ngroq narsalarni %100 deyalaymiz, lekin ba'zi ishlarni bek %100 deyamaymiz-ku. Bu birisi, mashuliqi virus, mikrop sababli bu angina bek to'li bo'lsa, o chaqda qalqonsimon bezga berib ta'sir qilishi mumkin. Qalqonsimon bez yallig'ini keltirib chiqarish mumkin. Ondan yana qaysi kesaklar ta'sir qildi? Men qaysi ta'sir qildi deganim xato qopti. Qaysi kesaklardimi mana shu nima qalqonsimon bez kasalligi birga ko'ruvdi deb yozmoqchidim. Abay biroz deb o'tdik. Mana shu o'z badan autoimmunitet kasalliklar bo'lib qolsa, ko'pinchisida mana shu qalqonsimon bez yallig'i, qalqonsimon bez autoimmunitet qalqonsimon bez kasalligi bo'lib qoldi. Bu gap sal tilni o'rgashtirdi. Hani desanglar mesela tüp bir diyabet boğan kesilgi bir kız bimar, ayal bimarlar asta qalqonsimon bez yallığı, qalqonsimon bez autoimmün kesillik bo'lib qoldi. Beşi çıkışlaydı ki asta yoğunap gidiyor degandek. Yine Hashimoto deb öz beden autoimmün keselligi bor. Hashimoto qalqonsimon bez yallığının bir türü. Sebebi autoimmünitet biz abay deb o'tganlik sebebi bilmagan sebepler. Mushu nimalarda jiq ko'rildi. Tip bir diabet kesilib bo'lgan kesillikdan bu Hashimoto bo'lib qolish ehtimoli bo'ldi. Masalan, ba'zi revmatizm kishilarda mana shu qalqonsimon kesilib bo'lib qoldi degandek ahvollar bo'ldi. Mana shular barabar ko'rish ehtimoli yuqori bo'ldi. Endi %100 deyilmaydi qarindoshlar. Faqat bir ehtimolini deymiz. Shu jiqroq ko'rilgan ehtimolini deyapmiz. Mana rasmda buni anginani chiqarib qo'ydim. Sab ingliz gaplar. Bak uyg'ur chiqarib bergan bor sizlarga bu narsalarni. Aslında tirishmaymiz. Ba'zi vaqt yetmay qoldi. 8 so'l o'tib qarindoshlar. Endi sal sizlar bilan munosabatlik, hammamiz bilan munosabatlik bo'lgan narsalarni biroz deb qilay. Cho'nglar kichik balani abay deb o'tdik-ku. Cho'nglar qalqonsimon bezni qaysi bo'limlarda qanday tekshirish davolaydi? Eng birinchi cho'nglar qalqonsimon bezidan shubhalansangiz, o'zingiz bir alomatlar bo'lsa, alomatlarni men oltinliq videochi deb o'tgandim. Doim titrash, doim yo xamushib qilish, yoki mesela ziyoda hayajondan bo'lib qolish, yurak yo ishtik ostiqlanib qolish, bo'yni sal shish boshlagan yo og'rish boshlagan bo'lsa, bularimiz ehtimolli narsalar. Buni biz klartimliq videolarda, qisqa videolarda qayta deb o'timiz-chi bularni. Ishqi bir alomatlardan shubhalansangiz, qalqonsimon bezdan shubhalansangiz, eng bishida agar Turkiyada bo'lib qolsangiz, yo Yevropa birga bo'lib qolsangiz, Yevropada men berpaqni o'qimayman endi. Turkiyada bo'lib qolsangiz, oila hekimi bilan bir ko'rishib boqing. Aile hekimida mana shu TSH, bu men asli hipofizdan kelgan hormonni tekshiradi. T3 T4 tekshiradi. Mesela aile hekim berib deb, men shu bilyapman, bir qonlarni tekshirib qo'yamsan desam, tekshirib qo'ydi bemorlarga doktorchi. Biroz sizda tekshirib beqibchi. Qonlarni tekshirib qo'ydi. Andan keyin yana qaysi bo'limlar ko'rdi sanlar, ichki kesaklar bo'limi ko'rdi. Ichki kesak bo'limini turkcha dahiliy bo'limi deydi, yoki ish xastaliklar bo'limi deydi. Inglizcha internal medicine deb qo'ydi. Hamda hanuzcha shunday ko'rgan bo'lim shu.
Bu bölümde şu asaslık mı şu kanlarını tekşürüp öyle kolda tutup tekşürüp bakıp suallarını sorup bakıp sizden kol tutup adetli bek eski bulamayımız kalkansman bezinço küçük bek çoğum emas. Lekin sel işçigan başlagan çağda bir taraf bestir 20 metre keyin çağda bu yoğunaydı ço. Eski kıl boldu. Lekin normal bek eski bulamayımız onu. Doktorlar hem de 15-20 yıllık kalkansman bezini tutup eskan doktorlarniki kolu texim hem de nazuk çıraylık yaxşı boldu hem de ular bileliş mümkün. Hem biz bek bilplamayımız onu ço. Daim tutuluk imkılanmagan ekan. Uni ish kesakda bilimi aşa qo'l tutib tekshirib olgan ekan, shu bilindi sizdan, shu bilangandan keyin unda qonlaringizni tekshirib boqadi. TSH, T3, T4lar qandaq deb. Yuqorida kelgan buyruqlar qandaq, hormonlarni ishlab chiqarish ahvol qandaq debchi. Ularni tekshirganda qarshi biroz benormallik bor, yoki benormallik yo'q, lekin ishq bo'lsa, yoki benormallik bo'lsa bu qon hormonlarda, o chaqda ultravoz tekshirishni qildi. Ultravoz tekshirishni bek to'l deydigan doim tavsiya qilaman bir xil tekshirish uchun, chunki u nihoyat zaxmsiz. Sal vaqt ketadi tatishga. Sal biraz japalık hem de başka CT, BT, MR deganlar asan. Bir mashina ichi 10 kirsiz, 10 chiqsiz. Tekshir tartish asan hem nisbatancho, lekin ultravoz tekshirish arzoncho. Birisi arzon, moliya jiq to'xtamaydi, lekin zahmsizcho, yaxshi yeri. O ovoz to'lqinlar tekshirdi emasmi? Qalqqan so'ng ba'zan shaklini ko'gil bo'ldi. %100 ko'gil olmasmi? Ammo işte bir shaklini belgili bo'ldi. Ishish bormi yo'qmi belgili bo'ldi. U yerda bir benormal rak o'xshab qolgan bir narsalar bormi? Ashni belgili bo'ldi. Anda bo'lgandan keyin bo'lmay qolsa doktor murahat, siz murahat. Azan pulga bilog'il bo'ldi endi. Şuna ultravoz tekshirishni pek tavsiya qilmayman. Homiylar qila olamiz, kichik bolalar qila olamiz. Radiatsiya bo'lmaydi deb chun rahat qila olamiz. Ama qilgan odam o'rinliq mislamchi doktor. Yaxshi tekshirish u. Yeni birisi endi qon tekshirib baktı. Qonni biraz benormallik ko'rdi. Ultravoz tekshirish qildi. Uni ultravoz tekshirishni turkcha ultrason deb qo'ydi. Ya USG deb qo'ydi. Inglizcha ultrason deb qo'ydi. O'xshash. Nimada? Hanjida bir çal degan shu. Bir çal. İzib qo'shimcha qatmayga. Andan keyin u agar ultravoz tekshirishni bilamasa, shaklini, qandaqligini bilamasa, yo ko'ramasa, yo ko'masa, aniq bilamadi, yo bo'lmasa ishq bor, lekin bir qon tomir besilish bormi bilamay qoldi. O chaqda texim aniq tekshirish uchun BT, turkcha BT deydi, bilgisayarli tomografi. İngilizce CT deydi, computerized tomography deb. Onun bilan tekshirdi. Hamda u nur misol teshib o'tadi bedanni, o beden ziyonli. Lekin nayt aniq ko'rsatdi. Ajoyib aniq ko'rsatgan narsa u deyinchi. Lekin uni doim tekshirsak, bo'yin qism radiatsiya oladi. Boshqa bedanning boshqa radiatsiya oldi. Homiylik tatqizmaymiz uni, bolalar ta'sir qildi deb. Chunki bir tal BT, bir tal CT tatish 250 hassa, rentgenniki 250 hassa bo'ldi ekan. Shunga tavsiya qilib ketmaymiz. Hamda ciddi amal yo'q vaqtlarda qildi hamdamchi. Hamda ultravozli tekshirishda normal kishilarni ko'ramay qolsa, erlarda yo bo'lmasa homil bo'lmagan ayollarda, isal cho'nroq ayollarda CT tatbiqimiz, u bo'lmay qolsa MR tatbiqimiz. MR yaxshi narsa, MR azon. Ammo nima? Moliya azon deyman-ku. MR yaxshi, zahmsiz. U nimaga o'xshashchi? O magnetlik nima bilan tatidi? Magnetlik to'lqin bilan tatidi. U xuddi ultravozli ovoz to'lqini o'xshash. U badan teshib u BT o'xshash zarar zaxmlik emas, homiyliklar qig'il bo'ldi, lekin uni ham topmoq oson emaschi. Andan keyin yana bir angio deb bir narsa bor. Angio, u degan tomirning ma'nosichi, qarang. Bu asosligi mana qalqon manbas bo'lganki, badaniga bir organ, uning cho'qim atrofida tomirlar kelib, uni qon berib, uni nima qilib turdi emasmi? Beslaymiz deymiz, dedik buni. O'zlantirib turdi emasmi? Qon tomirlar aşağı yaxshi bora oldimi? Aşağıda bir qon tomir to'silish bormi? Qon tomir to'silib qolsa, o'z boramagin qalqon manbas ishlamaydi degan gapchi. O chaqda angio CT, angio MR'lar bilan ko'rdi. Qon tomirlar aşağı yaxshi bordimi, bormi? Nim deb aşağıda ishlamay qoldi deb uni topqilib bo'ldi. Misal deb beratman-ku. Andan keyin aşağı bir kitle, go'sht parchisini ko'rdi maslanga. Qarasa o go'sht parchisi ishlamadi. Aşağı turibdi. Amsa bu zodi rakmi o'smimi? Ishlasa u bak ancha qo'rqib ketmaymiz. Ish bo'lmasa ishlaydi ekan bu. Hormon ishlab chiqardi ekan. Qani endi tekshirib boqamiz deydi. Ammo ishlamay qolsa texm ansiraymiz. U ya o'smimi, rakmi? Ana rakning 4 xil tip bor emasmi? Erkakchanmi deganim ishlamda ishmamda bezib qo'ymayman mega.
hareket qilsa, ishlasa, hormon ishlab chiqarsa issiq deb qo'ydi odatda. Mana nimada tipda-chu. Harakat qilmasa sovuq deb qo'ydi-chu odatda. Sovuqdan biroz qo'rqaymiz. Anda rakning 4 tipi bor-chu. Popular biraz İngilizce o'qib kina qildik. 4 xil tipi bor, yaxshi tipi bor, nachar tipi bor. Nachar tipi hamda Alloh shifolik bersin, saqib ketmaydi hamda-chu. Ammo yaxshi tiplarniki nihoyat yuqori ehtimollik bilan saqaytish nimamiz bor, fursatimiz bor-chu. Shunga o'chaq uni bilish uchun BT tatdiq, MR tatdiq texnik yaxshi bilish uchun o'chaqda nim qilamiz. Shu jingni bilan tiqib aşağıdan küçük bir göç parçası alımız, anadaki onu mikroskop bilen körümüz, aşağıdan türünü ayırımız. Bu inçke yığında teşip örnek elip, inçke yığında teşip örnek elip tekşürüş. Biraz uzun iz koydum. Aşağı tekşürüşlen var. Hem tekşürüşlen bir kodusla dep verdim buna. Biraz nimalar bu kalsın deyişim maksat şu. Tecrübeler bu kalsın dep, bilimler bu kalsın dep. İşki sekler bölümünde mış neslerini kıldı, bildi. Bu hem de fakat doğru bilan davolaydigan bo'ldi deb o'ylasa, ishki keseklar bo'limi asos o'zi davolaydi. Hormon yuqorilab kelsa, azayib kelsa yuqorilab, andan boshqa kesak sababidan kelgan bu qalqon son bez kesilib qolsa, uni davolashtirishadi. Ammo agar u yerda o'sib bo'lib qolsa, yoki birak yo'g'onib ketishlar bo'lib qolsa, qarashda miya yo'g'onlab, poqaq bo'lib qolsa va poqaq bo'lib qoldi ki o'sma emas, bir narsa faqat ishiq. O'chaq u kichikmaydi emasmi? O'chaqda ba'zan ko'rinishi satib qoldi. Yakums aşak aş parçanın evvelsa normal tushib deb qolsa, o'chaqda tashqi kesaklar bo'limida operatsiya qildi. Andan keyin agar o'smaroq bo'lib qolsa, ko'pincha kesaklar bo'ladi, ya'ni tashqi kesaklar bo'limi kesitdi, ana qolganlarni o'sma kesaklar bo'limlari, mustaq har xil davolash usullari bor, uni davolash ib bordi. Asoslari ichki kesaklar bo'limi bilan ichki ajratma kesaklar bo'limi dori bilan davolaydi. 9. mesele. Qalqan zaman ba'zida qancha vaqt bir tekshirib turish kerak. Buni so'rg'alab bo'ldim, unutib qoldim. Lekin tavsiya qildiganim bir savolchi bu. Normal kishilar, masalan, odatda qalqan zaman ba'zi kesilib bo'lmagan kishilar. Qalqan zaman bezi bor, ammo kesil yo'q kishilar. Hech bo'lmasa 6 oyda bir, 1 yilda bir tekshirib chiqish kerak. Bo'libmi o'rta yosh qizlar, yaşı 25'ten aşkan qizlar burun qalqan zaman bezi kesilib bo'lib boqmagan. 25 yaşdan keyin bo'lgan qizlar oila kim bo'lamdi, ishki kesaklar bilan bo'lamdi, berib qalqan son bezning hormonlar tekshirib chiqishni tavsiya qilma. 20 yilda bir yilda bir tekshirib chiqish tavsiya qilma. Yoki oila kim bo'lim berib tekshirib tavsiya qilma. Chunki ayollar bekrak jiqib qoldi-chu kasallikka. Erlar tekshirib boqsa, erlar bo'lmaydiganlik emas, lekin ayollar bo'lish nisbati nihoyat yuqori-chu. Endi bemorlar 1 ayda bir, 3 ayda bir, 6 ayda bir aşağı tekshirdi-chu odatda. Chunki qalqan son bez hormoni nihoyat ishtik davolaydi. Kayfiyat biroz nachar bo'lsa, o'zgarib qoldi. Xuddi shakar o'xshash-chu. Shakardan biroz asta shakar bekishlik bo'ldi hamda o'zgarishi. Qalqan son bezdanki shu bir necha kun kayfiyat nachar bo'lsa, asta-asta o'zgarish boshlaydi, tomoqni yaxshimisiz o'zgarish boshlaydi degandek-chu. Shunga odatda 1 ayda bir, 3 ayda bir, 6 ayda bir doktorunuz sizga deb berdi, talab qildi sizdan-chu. Sen falan kasallik, qalqan son biz kesilgan maturiga tava. Shunga ya manchi vaqt bir tekshirgan deydi. Sizga taplab qo'ydi-chu. Ya tapilmasa siz so'rang. Chunki u muhim-chu, pek muhim. Endi doktorlar tapilmadi. Lekin bedeningiz alomatlar bo'lish boshladi. Alomatlarni keyingi videolarda jiq so'zlab beshingizdan qaymoqda o'tamiz. Beshingiz o'chaq o'tamiz. Aş vaqtida alomatlar bo'lsa, cho'qim tekshirib boqing. Alomatlar ko'rgan chaqda to'xtayman, jab bir xil mishtaq yuragimga jab kichik so'qidan qoldi ya, yurak kesilimi yo'q demanda. Yuragim tekshirdim, yuragim normal ekan, qalqan son bezimdi deb o'zingizni nim qiling. O'zingiz bir ehtiyot bo'ling. Ammo desam beklam temtirab qo'rqib ketmang. Kayfiyatni yaxshi tutib turib, to'xtamay tekshirib boqay. Hech bo'lmasa mishtaq normal doktor bor ekan. Atrofimda yaxshi doktorlar bor. Tavsiya olsam bo'ldi. Yoki kons berib oila kim deb tekshirib boqsam bo'ldi deganni cho'qim qilib turing. Bedeningiz muhim, men to'l deydigan narsa shu. Bedeningiz salomat bo'lsam, ne ishlar qila olasiz, umid qilgan kishilar bilan ko'risha olasiz, sizning atrofingiz sizdan ansirmaydi, ko'ngli yerilmaydi. Shunga bemorlar bo'lib qolsa, yoki bedeni alomatlar bo'lib qolsa, bo'lgan tekshirishni unutqanman. 10-si hamda qalqan son bizni qanday asraymiz? Abay biroz sabablarni dedik. Shunun qarta degan gaplar mana. Tomoqni bek diqqat qilish kerak, ritmni qilish bek tirishing.
Tamaqlarni ranglik yeyishga tirishing, karışık deb qo'yamiz, aralash yeyishga tirishing. Cho'qim bir xil narsani jiq yeyotib qolmang. U shakarga ta'sir qildi, qandagi mayga ta'sir qildi, kayfiyatingizga ta'sir qilsa, har kun o'xshash bir tamoq turgan. Ranglik bo'lish sebze, ko'ktat degan narsalarni jiqlash yeyishga tirishing. Aram ilishga tirishing, tuzni iste'mol qilishga tirishing. Aram cho'qim ritmli bo'lsa bek yaxshi. Ham Turkiyada boshqa davlatlar ashta bo'lishi mumkin. Hayot uchun, turmush uchun ba'zi kunduz ishlaydiganlar bor, ba'zi kecha ishlaydiganlar bor. Amal bor endi ritmli bo'lishga texnik tirishib qilish kerak. Badningiz muhim sabim deb o'tdim abay. Chiniqish ahamiyat bering, chiniqib bering, asli harakat qilib bering. Ishda qo'lingizdan kerib, bilamdi. Shanba yakshanba teshib chiqib, minib bering. Ro'y besan bak diqqat qiling. Oilangiz bo'lsa kichik ishlarga bak urushib ketmang, talashib ketmang. Balaringizga yaxshi muomala qiling, ayolingizga yaxshi muomala qiling. Siz yaxshi muomala qilsangiz bir odamga, u odam xush bo'ldi, sizmi xush bo'lsangiz, ikki odam nima bo'ldi? Pay topgan bo'ldi. Andan keyin sizga qarab sizning atrofingizda kishilar xush bo'ldi. Ashtaqa bu xuddi virusdek tarqalgan narsa. Amildar ayollar amildar bo'lmagan taqdirdami shu 30 yosh ayollar 25 yoshdan keyin 28 yoshdan keyin ayollar qarali tekshirib turishga ahamiyat beringlar. Abay men degandek 6 oyda bir, yilda bir haqni tekshirib boqinglar, qalqansin bizni, chunki doim kasallik bo'lgan bir yer u ayollarda. Kasal bo'lgan chog'da dori iste'mol qilishga tegishli bo'lgan ahvol ostida doktorning ruxsatisiz, siz doktor sizga dori berdi. Mani kunda bir talda yesa, yoki ikki talda yesa, mani milligram mavu deb milligram bek aniq deb berdi bu odat qalqansin ba'zi yo masalan kesaklar uchun milligram bek aniq deydi. Ashun degan bo'lsa, siz amal bor, undan jiq emas, undan az emas yoki degan bo'lsa kashda bo'ldi deganni qilmay, shu vaqtida yeb bering. Hem shu normalak yeb bering. Xohlagancha o'zingizning xohish bo'yicha, meylingiz bo'yicha uni jiqaytmang, azaytmang. Bo'lmasa bu qalqansin ba'zi bek nozik narsa. Qalqansin ba'zi shakar, shu qon besimi, odat ham nozik qo'yamdi. Mana shu nechalar bek nozikchi. Doim kasal bo'ldi, ham nozik. O çağda eğrilap ketishga sababchi bo'ldi. Bu eğrilap ketsa, masalan, qalqansin ba'zi o'rinlarimiz doim uzun mezgil yuqorilab tursa, yuragingiz ichki so'qidi, yuragingiz aridi, yuragingiz yo'qolib ketadi, yuragingiz zaiflashib boshlaydi. Agar qalqansin az bo'lsa, xomush bo'lib qolsangiz, shu badningiz ham oz ishlaydi, yuragingiz oz so'qidan bo'lib qoldi, doim qavziyat bo'lib qolsangiz degandek bir muncha ahvollar bor. Şuna hormon tangishilib turish kerak. Bu hormonni lekin 3 kunda bir, 5 kunda bir tekshirib qo'yilmaydi. Ziyoda alomatlar bo'lib ketsa, eg'ir, tension degan qon besimi uchib ketdi osmonga. Ziyoda titrab yoki o'shingizdan ketdingiz, yuragingizni so'qish 150 200 bo'lib ketdi. U chog'da qalqansin ba'zini shu zaman berib tekshirib baxsan bo'ldi. Bo'lmasa, qarallik. Agar ashta kasallik bo'lsa, ya 3 oyda bir, ya 1 oy bir tekshirib tursan bo'ldi. Alomatlarimiz ancha eg'ir bo'lmay qolsa, balki ya dorini tampons yapgan bo'lishingiz mumkin. Ya bo'lmasa dori yemayotgan bo'lsangiz, nima bo'lgan asosda alomat bo'lgan bo'lishi mumkin, ya bo'lmasa boshqa sabab bo'lishi mumkin. Balki o'zingiz besim qo'yma. Kayfiyatni bek yaxshi tuting. Hashta qilib 10 savollarni bir qur deb o'tdik. Eng oxirida 11 savolda qalqansin ba'zi kasallik to'g'riliq masalalarni. Bu ustida kasalliklarni jiqsalab o'tmadik. Masalan, hypothyroidizm masalan qalqansin ba'zi az ishlagan chog'da nima bo'ldi? Jiq ishlaganda nima bo'ldi? Buningda nimalarga diqqat qilish kerak? Bir chaqda faqat bir umumiy jihatdan bir so'zlab o'tdim. Qarindoshlar, mas savollarni men videoni shu 10 bo'lakka bo'lib chiqarib qo'yma. Ham savollar, savolda minutgacha debchi. Ashuni qilib qo'yma. Ashni bes bilan ko'rsanglar bo'ldi, chunki bu video oldigan 1 soat bo'lib ketibdi. Men buni tunji qildim, bunda qilishim burun qilmishda video dars o'tmoqdim bo'lmasa, hozir uzoq o'tgan dars o'tmoqmoqli. Sal nima bo'lib qoldim. Men mana ustiga taqatlam savolni yozdim, birozam oddiy yozib bilan kallam kalsun deb bilamchi ba'zi narsalarni qildim. Shunga sal ba'zi narsalar oldi keyin ketgan bo'lishi mumkin. Eng muhimi o'zingizga yaxshi asranglar. Ikkinchi videoda bir xudoy biz erta o'yin chiqarishim mumkin. Yetga qoldi hozir yetning tayyorlig'im bor. Ballarni tayyorlig'im bor degandek bo'ldi. Quruq ham chiqib o'tib qoldim siz. O'zingizga asranglar. Kelardi video ko'rishga salomat bo'linglar. Allohga omonat. Men Nur doktor. Qo'llab qo'yishni unutmanglar. Qonimiz a'zo bo'lib qo'llashni unutmanglar. Ko'pdan ko'p rahmat.